Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan men yana Otabek Grand. Bugungi videoda biz SSVJda 9 bo'lganimiz ko'ramiz. Qani ketdik. Bu yerda med kartalar beriladi. Bu yerda esa suhbat o'tkaziladi. Bu yerlarda palatalar bor va u yerlarda bemorlar yotadi va biz ularga xizmat ko'rsatamiz. Bizda jami 4 ta palata bor. U yerlarga 4 ta odam qila oladi, sig'adi. Qani endi bu yer mana bizni ishxonamiz. Navigatordan esa 4 davlat tashkilotlari Yujniy shifoxonasi. Shu yerda men 9 bo'lib ishlayman, bosh shifokor o'rinbosari bo'lib. Endi esa parkovkani obzor qilamiz. Qanday mashinalar bor va nimalar qilsa bo'ladi u mashinada. Qani ketdik. Bu yerni 2x qilib yuboraman chunki zerkalli. Mana bo'ldik. Bu yerda negadir bug bo'lgan sabab ko'p mashina. Bu mashinalarda patrul qilinadi. Bunda ham va bemorlarga boradi qo'ng'iroqlar tushsa. Bu mashinada esa material tashish mumkin. Ya'ni aptechka. Bunday mashinada ishda va buni faqat SSlar hayda oladi. Shu bilan hammaga xayr. Sizlar bilan men Otabek Grand bo'ldi. Kelasi